Hazrat Alisher Navoiyning didaktik qarashlari jahon pedagogikasining asosini tashkil qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki agar biz birgina Hamza asarini oladigan bo'lsak, u yerdagi barcha dostonlar eng avvalambor zamonaviy har bir yosh yigit qizga ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Biz, ya'ni kelajak o'qituvchisi ana shu adabiy merosimizni zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashtirgan holda o'quvchilarga yetkazib berishimiz shart va lozimdir. Adabiyot kafedrasining barcha professor o'qituvchilari, talabalar, magistrantlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar bilan ilmiy ijodiy hamkorlikda aynan adabiy ta'lim metodikasini takomillashtirish, raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish, shuningdek, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish yo'llari haqida imkon qadar yangicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga va o'z taklif mulohazalarimizni devorlarga osilgan stendlar orqali ifodalashga harakat qildik. Bu yerda har bitta o'qituvchi, har bitta professor, har bitta magistrant imkon qadar ilmiy ijodiy yondashishga harakat qildi. Tadbir talabalar uchun o'z g'oyalarini hamkorlikda himoya qilish, tanqidiy tahlil qilish va ijodiy ishonchni mustahkamlashda muhim tajriba bo'ldi. Kengash